Mısır ehramları, şüphesiz insaniyet tarihindeki en hayratlanırlı yutuklardan biri. Ama oradan 4500 yıldan çok vakt öçmüş olsa da biz onlar hakkında bileriz de böyle etkenler salan aksariyeti şuncaki afsane olup çıkışı mümkün. Gelin bugün birlikte ana şu toş devler ortadaki hakikatlarını gıdırıp görelim. Xo'sh, shu savolni o'zimizga berib ko'raylik. Maktabda o'qiganlarimiz, filmlarda ko'rganlarimiz, bularning hammasi bugungi kun ilm-fani topayotgan dalillarga qanchalik mos keladi? Bugun biz eng keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi tahlilimizning yo'l xaritasi mana shunday. Avvaliga quruvchilar kim bo'lganini aniqlashtirib olamiz, keyin ehromlar faqat maqbarami degan fikrni bir chekkaga surib turamiz, so'ngra eng so'nggi texnologik kashfiyotlarga sho'ng'iymiz va nihoyat bu qadimiy mo'jizalar hali ham qanday sirlarni yashirayotganini muhokama qilamiz. Okey, keling eng mashhur afsonadan boshlaylik. Ko'pchiligimizning ko'z oldimizga ehromlarni minglab qurlar qamchi zarbalar ostida qurayotgani keladi, to'g'rimi? Xo'sh, bu qanchalik haqiqatga yaqin? Bu afsonaning ildizlari juda uzoqqa, qadimgi Yunon tarixchisi Gelodotga borib taqaladi. U miloddan avvalgi 450-yilda Misrga sayohat qilgan va eshitganlarga asoslanib, ehromlarni 100 ming qul qurgan deb yozib qoldirgan. Va bu hikoya tasavvur qiling asrlar davomida bizgacha yetib keldi. Lekin arxeologiya bizga butunlay boshqa bir manzarani chizib beryapti. Ana endi haqiqiy dalillarga o'tsak, bular afsonani butunlay yo'qqa chiqaradi. Arxeologlar Giza platosi yaqinidan quruvchilarning butun bir qishlog'ini topishdi. U yerdagi topilmalar shuni ko'rsatyaptiki, ishchilar qul emas, balki o'z ishining ustasi bo'lgan mohir hunarmandlar edi. Ular muntazam ravishda mol go'shti yeyishgan. Bilasizmi? Bu o'sha davrda hashamat belgisi bo'lgan. Eng muhimi, ularning qabrlari firavunlarning ehromlari yonida joylashgan. Bu qullar uchun emas, balki jamiyatda chuqur hurmatga sazovor bo'lgan insonlarga ko'rsatiladigan eng oliy sharaf edi. Va yana bir muhim fakt, quruvchilar soni 100 ming emas, balki 10 ming kishi atrofidagi yuqori malakali jamoa bo'lgan. Yaxshi, keling keyingi keng tarqalgan tushunchaga o'tamiz. Ehromlar bu shunchaki fir'avnlar uchun qurilgan gigant maqbaralar, shundaymi? Aslida ularning vazifasi biz o'ylagandan ancha kengroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana bu savol ko'pchilikni chalg'itishi mumkin. Garchi ehromlar firavnlar nomi bilan bog'liq bo'lsa-da, ajablanarli tomoni shundaki, firavnlarning ko'pchiligining mumiyavlari ehromlarning ichidan topilmagan. Ular ancha uzoqdagi Shohlar vodiysi deb nomlanuvchi maxfiy daxmallarda topilgan. Bu esa bizni ehromlarning asl maqsadi shunchaki qabr bo'lmagan bo'lishi mumkin degan fikrga olib keladi. Mana bu ma'lumotlar ehromlarning naqadar buyuk muhandislik mo'jizasi ekanini ko'rsatadi. Tasavvur qiling, buyuk ehrom shunchaki bino emas. Uning soyasi yerga o'yilgan belgilarga tushib, yil fasllari va vaqtni aniqlaydigan ulkan quyosh soati bo'lib xizmat qilgan. Uning yo'nalishi shimolga atigi 0.05 daraja xatolik bilan to'g'rilangan. Bu zamonaviy texnologiyalar uchun ham aql bovar qilmas aniqlik. Va eng hayratlanarlisi, biz ehromni 4 qirrali deb o'ylaymiz, to'g'rimi? Aslida esa uning 8 ta qirrasi bor. Bu g'ayrioddiy xususiyat faqat yiliga 2 marta, bahorgi va kuzgi teng kunlik paytida quyosh chiqishi va botishi vaqtida samolyotdan qaralgandan ko'rinadi. Biz ehromlar haqida hamma narsani allaqachon bilib bo'ldik deb o'ylashimiz mumkin edi. Ammo zamonaviy texnologiyalar bu qadimiy toshlar o'z sirlarini hali ham mahkam saqlayotganini isbotlamoqda. Kelin, bu qanday ro'y berayotganini ko'rib chiqamiz. Bu savolning javobi juda aniq va qisqa. Yo'q. Yaqin-yaqingacha butun dunyo olimlari buyuk ehromning ichki tuzilishini to'liq o'rgandik deb hisoblashardi. Ammo Scan Pyramids deb nomlangan loyiha bu tasavvurni butunlay o'zgartirib yubordi. Bu kashfiyot aqlga siymas bir texnologiya tufayli ro'y berdi. Uning nomi miografiya. Tasavvur qiling, koinotdan yerga doimiy ravishda ko'zga ko'rinmas mayda zarralar yog'ilib turadi. Bu zarralar zich toshdan o'tganda sekinlashadi, bo'shliqdan o'tganda esa tezligini saqlab qoladi. Olimlar maxsus detektorlar yordamida shu zarralarni kuzatib, ehrom ichining xuddi rentgen kabi 3 o'lchamli xaritasini yarata olishadi va bunda birorta ham toshga tegilmaydi. Xo'sh, bu ajoyib texnologiya nima topdi? Xufu ehromining asosiy kirish eshigi tepasida uzunligi 9 metr, kengligi esa 2 metrdan oshiq bo'lgan ilg'ari hech kimga ma'lum bo'lmagan yashirin yo'lakni. Bu bo'shliq u yerda 4500 yil davomida hech kimning xayoliga kelmagan holda mavjud bo'lgan. Dunyoning eng obro'li mirshunoslaridan biri Dr. Zahi Havasning o'zi bu topilmani yirik kashfiyot deb atadi. Bu yo'lakning maqsadi nima o'zi? U biz hali bilmagan boshqa bir xonaga olib boradimi? Bu kashfiyot javoblardan ko'ra ko'proq savollar tug'dirdi desak, adashmaymiz.
Demak, biz afsonalarni fosh qildik, yangi sirlarni kashf etdik. Ammo bularning hammasi bizni bitta xulosaga olib keladi. Ehromlar haqidagi bilimlarimiz tugallangan bir kitob emas, balki hali ham yozilayotgan, yangi sahifalari ochilayotgan bir hikoyadir. Oldimizda hali javobini kutayotgan juda ko'p savollar turibdi. O'sha yangi topilgan yo'lak shunchaki konstruksiyaning og'irligini yengillashtirish uchun qurilganmi yoki u bizni undanda muhimroq bir joyga olib boradimi? Misrliklar millionlab tonna og'irlikdagi tosh bloklarni qanday qilib bunchalik aniqlik bilan ko'tarib joylashtira olishgan? Va eng qizig'i, texnologiya rivojlangani sari biz yana qanday yashirin boshliqlar va sirlarni fosh qilamiz? Keling, o'rganganlarimizni qisqacha xulosa qilamiz. Afsona: ehromlarni qullar qurgan. Haqiqat: ularni qadrlangan, mohir ishchilar bunyod etgan. Afsona: ular shunchaki maqbaralar. Haqiqat: ular murakkab astronomik vazifalarni ham bajargan. Va nihoyat, afsona: biz ular haqida hamma narsani bilamiz. Haqiqat: biz kashfiyotlarning yangi bir davri ostonasida turibmiz. Men sizni aynan shu savol bilan qoldirmoqchiman. Bu qadimiy mo'jizalar zamonaviy texnologiyalarga o'z sirlarini birma-bir ochishda davom etar ekan, biz keyingi yirik kashfiyot qachon va qayerda bo'lishini faqatgina taxmin qilishimiz mumkin. 4500 yillik toshlar ostida yana qanday aql bovar qilmas hikoyalar yashiringan, bu shubhasiz insoniyatning hali yechilmagan eng katta topishmoqlaridan biri bo'lib qoladi.